Korrupsiya bu faqat yuqoridagilarning muammosi emas. Bu bola tug'ruqxonadan olib chiqishda suyunchi berishdan yoki bolalar bog'chasiga hadya olib borishdan boshlanadi. Yana guvohnoma yoki biror hujjatni olishni yo'lini qilib tezlatishdan yaqqol ko'rinadi. Hamma shunday qilyapti. Men qilsam nima bo'libdi degan fikr buni yaqqol misoli. Dunyo iqtisodiyoti har yili korrupsiya deb atalgan illat ortidan 3,6 trillion dollar mablag'ni boy bermoqda. Bu pullar hisobiga kasalxonalar qurilmaydi, maktablar ochilmaydi, yo'llar ta'mirlanmaydi. Transparency International'ning 2024-yilgi korrupsiyani qabul qilish indeksi bo'yicha Daniya, Singapur, Finlandiya, Yangi Zelandiya 85-90 ball bilan korrupsiyadan eng xoli mamlakatlar bo'ldi. O'zbekiston esa 180 ta mamlakatlar orasida 121-o'rin, 32 ball bilan qizil zonadagi ko'rsatkichlarni qayd etmoqda. O'zbekistonning huquq ustuvorligi indeksida 2025-yildagi holat ham ancha murakkab. 143 mamlakat orasida 81-o'rinni egalladik. Bu raqamlar nafaqat obro' masalasi, bu to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, ish o'rinlari va taraqqiyotga ta'sir qiladi. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, korrupsiya darajasi 1 ballga kamaysa, yalpi ichki mahsulot 0,5% ga o'sadi. O'zbekiston uchun bu yiliga 2-3 milliard dollar qo'shimcha daromad degani. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligining ma'lum qilishicha, O'zbekistonda 2025-yilda 6373 nafar shaxs tomonidan 5222 ta jinoyat sodir etilgan. 2024-yilda bu raqam 5716 dan tashkil etgan. Hududlar kesimida Farg'ona va Surxondaryo viloyatlarida ko'payish, Xorazm, Qashqadaryo, Toshkent hamda Samarqand viloyatlarida kamayish kuzatilgan. O'tgan yilda eng ko'p korrupsiyaga yo'l qo'ygan tashkilotlar maktabgacha va maktab ta'limi, sog'liqni saqlash vazirliklari hamda mahalliy hokimliklar bo'ldi. Shuningdek, 12 nafar tuman va shahar darajasidagi hokimlar korrupsiya sababli javobgarlikka tortildi. Bunday jinoyatlarning 300 dan ortig'i mahalliy hokimliklarga to'g'ri keladi. Ularning 80% dan ziyoda hokim yordamchilari bilan bog'liq. Hokimliklar kesimida eng ko'p korrupsiyaviy jinoyatlar Toshkent shahrida 612 ta, Toshkent viloyatida 584 ta, Farg'ona viloyatida 455 ta sodir etilgan. Korrupsiya muammosiga prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2025-yil 26-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida ham alohida e'tibor qaratdi. Korrupsiya davlat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan, adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqaradigan, jamiyatda ishonch muhitini zaiflashtiradigan eng jiddiy tahdid deb ta'kidladi prezident o'z nutqida va bu illatga qarshi kurash bo'yicha 2026-yilda favqulodda holat e'lon qilindi. Xo'sh, unga qarshi qanday kurashish mumkin? Compliance bu murakkab yuridik atama emas. Uni oddiy qilib tushuntirsak, bu tashkilotning halollik filtri yoki ichki immunitet tizimi. Qanday qilib inson tanasi viruslarga qarshi kurashadi? Immunitet tizimi orqali. Xuddi shunday, davlat organlari ham korrupsiya virusiga qarshi compliance tizimi orqali kurashadi. Oddiy misol, tasavvur qiling, bir yirik davlat tashkiloti qurilish uchun tender e'lon qildi. Tenderda eng past narxni taklif qilgan kompaniya g'olib bo'lishi kerak. Compliance'siz rahbar o'zining jiyaniga tegishli kompaniyani tenderda g'olib deb e'lon qiladi. Hech kim buni bilmaydi. Compliance bilan tizim avtomatik ravishda tender ishtirokchilari va qaror qabul qiluvchi shaxslarning qarindoshlik aloqalarini tekshiradi. Agar manfaatlar to'qnashuvi, ya'ni qarindoshlik aloqalari aniqlansa, tizim qizil chiroqni yoqadi va jarayonni to'xtatadi. Bu yerda compliance ko'rinmas nazoratchi. Yana bir misol, davlat kam ta'minlangan oilalarga yoki dehqonlarga subsidiya ajratmoqda. Compliance'siz mahalliy rahbarlar bu pullarni o'zining badavlat qarindoshlariga yoki o'lik jonlar nomiga rasmiylashtirib yuboradi. Haqiqiy muhtojlar chetda qoladi. Compliance bilan tizim subsidiya oluvchining ma'lumotlarini boshqa bazalar, avtomobili borligi, ko'chmas mulki, xorijga chiqish sayohatlari bilan solishtiradi. Agar ehtiyojmand deb ro'yxatda turgan shaxsning nomida Malibu bo'lsa, tizim to'lovni avtomatik rad etadi. Bu yerda compliance adolat tarozisi.
1960-yilda Singapur Osiyoning eng korrupsiyalashgan mamlakatlardan biri edi. Politsiyachi istalgan fuqaroni ko'chada to'xtatib, ochiqchasiga pora so'rar edi. Bugun esa Singapur 84 ball bilan Corruption Perception indeksida dunyoning eng korrupsiyadan xoli davlatlardan biri hisoblanadi. Qanday qilib? Javob oddiy: temir qo'llar va compliance tizimi. Lee Kuan Yew hukumati korrupsiyaga chek qo'yish uchun quyidagilarni amalga oshirdi. Mutlaq mustaqil organ korrupsiyani tekshirish byurosi yaratildi. Davlat xizmatchilarining maoshi keskin oshirildi. Pora olishga hojat qolmadi. Shuningdek, har bir xarid, har bir shartnoma ochiq platforma orqali amalga oshirildi. Biz sening pora olganingni hali ko'rmadik, lekin bu boylikni qaysi qonuniy pulingga olganingni isbotlab ber tamoyili qo'llanildi. Ya'ni, agar amaldor boylikning manbasini, masalan, meros, biznes yoki sovg'a qonuniy hujjatlar bilan isbotlab bera olmasa, sud uni avtomatik ravishda korrupsioner deb hisoblaydi va mol-mulki musodara qilinadi. Estoniya davlati yana bir misol. 2000-yillardan boshlab bu kichik Boltiqbo'yi davlati raqamli davlat konsepsiyasini joriy qildi. Bugun Estoniyada 100% davlat xizmatlari onlayn, ya'ni amaldor bilan yuzma-yuz uchrashmasangiz pora berish imkonsiz ekanligini Estoniya misolida ko'rishimiz mumkin. Janubiy Koreya esa Open tizimini yaratdi. Har bir fuqaro davlat organlarida o'z arizasi qayerda, kim ko'rmoqda, qachon javob berishini real vaqtda kuzatadi. Natija 10 yilda korrupsiya shikoyatlari 80% ga kamaydi. 2026-yil korrupsiyaga qarshi kurashda nega favqulodda yil deb e'lon qilindi? Sababi 2026-yilda korrupsiyaga samarali qarshi kurashda bir nechta muhim texnologik o'zgarishlarni amaliyotga joriy etishimiz zarur. Birinchidan, sun'iy intellekt davlat boshqaruviga to'liq integratsiya qilinmog'i zarur. Ya'ni, sun'iy intellekt tizimlar minglab tranzaksiyalarni soniyada tahlil qilib, g'ayritabiiylarni aniqlaydi. Masalan, bir kompaniya har doim tenderda yutadi. CI buni shubhali sifatda belgilaydi. Amaldorning xarajatlari daromaddan oshib ketdi. Avtomatik tekshiruv tayinlanadi. Shartnoma narxi bozor narxidan 30% yuqori. Tizim signal beradi. Ikkinchidan, blockchain texnologiyasi davlat xaridlarini shaffof qiladi. Blockchainda yozuv o'chirilmaydi, o'zgartirilmaydi. Har bir so'm qayerdan keldi, qayerga ketdi, umrbod qayd etib qolinadi. Adqat berish texnik jihatdan imkonsiz bo'ladi. Uchinchidan, biometrik identifikatsiya fantom xodimlar muammosini hal qiladi. Bugun ba'zi davlat tashkilotlarida ish haqini oladigan, lekin ishga kelmaydigan o'lik jonlar mavjud. 2026-yilda yuzini tanish texnologiyasi buni imkonsiz qiladi. To'rtinchidan, davlat xaridlari portali, qaror, Open budjet kabi ochiq ma'lumotlar portallari jamoatchilik nazoratini kuchaytiradi. Har bir davlat xaridi, har bir tender natijasi hammasi ochiq. Jurnalistlar, faollar, oddiy fuqarolar hamma nazoratchi bo'ladi. Compliance tizimi bu faqat qonunlar va texnologiyalar emas, bu madaniyat, bu har bir shaxsning korrupsiyaga yo'q deyish qobiliyati. 2026-yil bizga tarixiy imkoniyat beradi. Texnologiyalar tayyor, xalqaro tajriba mavjud, qonunchilik bazasi shakllanmoqda. Savol faqat bitta: biz jamiyat sifatida, shaxs sifatida bu imkoniyatdan foydalana olamizmi? Compliance tizimi ishlashi uchun har birimiz ichki compliance'ni ishga tushirishimiz kerak. Har bir kichik pora katta korrupsiyani oziqlantiradi. Har bir yo'q korrupsiya tizimini buzadi.